Bu igla babichka deb aytiladi. Igla babichkalarning rangi va razmeri xalqaro standartga ega bo'ladi. Ularning razmeri mana shu upakovkani chetida yozilgan bo'ladi. Qanchalik kichkina razmer bo'lsa, misol uchun 18, shunchalik nina qalin bo'ladi. Eng qalini bu mana shu rozvisi hisoblanadi. Ninasi qalin bo'ladi. Dorilarni tez jo'natmoqchi bo'lsak, shu babichkadan foydalanamiz. Eng ingichkasi bu 27-razmer seri bo'ladi. Ingichka ninalilarni biz chaqaloqlarda foydalanishimizga qulay bo'ladi. Qo'yilgandan keyin 3 soatgacha turish mumkin bo'ladi va ketma-ket dorilarni ulamoqchi bo'lsak, biz igla babichkadan foydalanamiz va buni ya'ni преимущество tomoni shundaki, qo'zg'aluvchan bolalarga serharakat yoki alkogol ichimliklar ichgandan so'ng, ya'ni возбудимость yuqori bo'lgan odamlarda qimirlatib chiqarib yuborish imkoni past bo'ladi va vena tomirlarini повредить qilib qo'ymaydi. Tortdilar, qon chiqdi, jgutni yechdilar. Jgut yechganlardan keyin yana bitta tekshirib ko'rdilar, qon chiqdi. Sekin dorini jo'natadilar. Jo'nating. Mana qon yuvilyapti, sekin ketyapti, hech qanday ishayotgani yo'q. Agar tomirda bo'lmaganda edi, bu ishardi. Planda ketyapti. Buni fiksatsiya qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, leykoplast bilan yopishtirib, turaveradi. 3 soatgacha mumkin.